Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Arshidin Ediqot. Tövəndə vətənimiz Şərqi Türkistan və dünya gün tərtibiga əlaqədar mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qani diqqətinizlər ekranımızda bolsun. Xitayning atalmış vatanparvarlikni məcburi tinish vositalari chekidan oshmoqda. Xitoy ishg'oliyat ostidagi Sharqiy Turkistonda davomlashtirayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatida atalmış 5ni qalbdan e'tirof qildirish, ya'ni atalmış Xitoyni, Junxua millatini, Junxua madaniyatini, Xitoy Kommunistik partiyasini, Xitoycha sotsializmni qalbdan e'tirof qilish terror siyosatini alohida ta'kidlab kelayotgan bo'lib, bu jinoyatlarni vosita tanlamay ijro qilmoqda. Yaqinda Qog'iliq nahiyasida dag'dug'liq o'tkazilgan bayroq qabul qilish murosimi buning tipik misoli hisoblandi. Xitoy tashviqot vositalarining aloqador xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, 22 dekabr Sharqiy Turkistonning Qog'iliq nahiyasidagi 1-Avgust Qizil Armiya o'tir maktabida Tiananmen maydonida chiqarilgan bayroqni topshirilish murosimi o'tkazilgan. Qattiq dag'dug'i bilan tashkillangan murosimga Qog'iliq nahiyasidagi Xitoy amaldorlari, maktabdagi o'quvchilar to'liq qatnashtirilgan. O'quvchilar o'xshash forma kiyib, yana bir turkum o'quvchilar Xitoy armiyasining tarixdagi kona formalarini kiyib, yuziga Xitoy bayrog'ini chaplab, qo'lida Xitoy bayrog'ini ko'tarib, Tiananmen maydonida chiqarilgan bayroqqa hurmat bildirishga majburlangan. Sindagi ko'rinishlarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy bayrog'i alohida yasalgan yog'och sanduqqa qachilinib akilingan bo'lib, maxsus parad bilan sahnada ichilgan. Yana bayroqning guvohnomasi ko'rsatilgan. Xitoy tashviqot vositalari Tiananmen maydonida chiqarilgan bayroqqa erishishning katta shon-sharaf ekanligi haqida jar solgan bo'lib, butun Xitoy bo'yicha sanoqli o'ttir maktablarning bu xil bayroqqa erishalganligi, mazkur bayroqning 2023-yili 8-oktyabr Tiananmen maydonida chiqarilgan bayroq ekanligi, Qog'iliq 1-Avgust Qizil Armiya o'tir maktabining Sharqiy Turkiston bo'yicha Tiananmen maydonida chiqarilgan bayroqqa erishgan tunji o'tir maktab ekanligi, mazkur bayroqning maktabning qizil vatanparvarlik tarbiyasi zalida mangu saqlanganligi da'vo qilingan. Xitoy Sharqiy Turkistonda tarixda misli ko'rilmagan va boshqa davlatlarda uchratqili bo'lmaydigan bu xil numussiz vositalar bilan menga yuyish siyosatini ijro qilayotgan va buni atalmış vatanparvarlik tarbiyasi qalpiqi ostida pardozlashga urinayotgan bo'lsa-mu, amaliyotda hech qanday vosita tanlamaydigan haqiqiy yuzini butun dunyoga oshkorlab bermoqda. Yaponiya amaldorlari jiddiy vaziyatda Tayvanni ziyorat qildi. Xitoy Tayvan diplomatik surkilishi bargan siri kuchayotgan, Xitoyning Tayvanga qaratgan tahdidlari kun siri zo'rayotgan bir vaziyatda, Yaponiya Liberal Demokratlar partiyasining muvaqqat bosh kotibi Koichi Hagioda va sobiq adliya vaziri Keisuke Suzuki boshchiligidagi 3 parlament vakillar o'miki 22 dekabr Tayvanda ziyoratda bo'ldi. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarida qayd qilinishicha, Tayvan prezident ishxonasi Tayvan bilan Yaponiyaning hozirgi munosabatini tarixdagi eng yaxshi munosabat deb sifatlagan bo'lib, Leychingda shu joy vaqti 22 dekabr atiganda Yaponiyaning vakillari o'miki bilan ko'rishgan va Tayvan bilan Yaponiyaning kelgusida ittifoqlashib, ikki taraf o'rtasidagi hamkorlik va almashtirishni davomli kuchaytirib, birlikda erkin va ochiq Hind-Tinch okean tasavvurini amalga oshirishni umid qilganligini bildirgan. Garchi Yaponiya amaldorlarining Tayvanni ziyorat qilishi tunji qatimliq ish emas bo'lsa-mu, Yaponiya bosh vaziri Sanai Takaichining Tayvanga aloqador so'zlari sababli Xitoy-Yaponiya munosabati krizisiga duch kelgan. Xitoy turlik vositalari bilan Yaponiyaga besim qilayotgan bir vaziyatda, Yaponiya amaldorlari va parlament a'zolarining Tayvanga ziyoratga berishi alohida diqqat qo'zg'adi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi tunugun bu vaqtdagi savollarga javob berib, Yaponiya parlament a'zolarining Tayvanga ziyoratga berishining atalmış bir Xitoy prinsipiga zid ekanligi, Xitoyning buningga qattiq norozilik bildirganligi va Yaponiya bosh vazirini Tayvanga aloqador so'zlarini qaytarib olishga, Xitoyning ichki ishiga aralashmaslikka chaqirganligi haqida jar soldi. 4 davlat G'azza tinchligi uchun suhbat o'tkazdi. Amerika, Turkiya, Misr va Qatar G'azza tinchlik planini ilgari surish uchun Miamida suhbat o'tkazdi.
Türkiye Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Turkiyaga vakolatdan tashqi ishlar ministri Hakan Fidanning qatnashganligini bildirdi. Bayonotda bu qitimliq suhbatning birinchi bosqichida qo'lga keltirilgan o'q chiqarishni to'xtatish kelishimiga xilof qilmishlarga qaramay davomlashayotganligi bildirildi. Tutqunlarni qo'yib berishning tamomlanganligi va to'qinishlarning zo'r darajada to'xtaganligi qayd qilindi. Bildirilishicha, ikkinchi bosqichda G'azzaning g'azzaliklar tarafidan boshqarilishini ta'minlaydigan tartiblar muzokara qilingan va tinchlik planida ko'zda tutilgan tinchlik kengashi bilan xalqaro muqimlik kuchiga munosabatli tashlanadigan qadamlar baholangan. Planning birinchi bosqichi vaqtliq o'q chiqarishni to'xtatish, cheklik mahbus va asir almashtirish hamda insonparvarlik yordamlarining kirishiga markazlashgan. Ammo vositachilar ijro qilishning tartibsiz bo'lganligini, bo'libmi yordam berishi fursati, askar chekindirish va o'q chiqarishni to'xtatishni davomlashtirish masalasida Isroiliyaning va'dalarini to'liq o'rindamaslik bilan ayblanayotganligini bayon qilgan. Ikkinchi bosqich bo'lsa, qisqa muddatlik pastgo'ga tushishning sirtiga chiqishi, texmo doimiy bir o'q chiqarishni to'xtatishga, texmo keng ko'lamlik almashtirishga va qayta qurish bilan siyosiy muqimlik uchun dastlabki qadamlarga yuzlanishi maqsad qilingan. Bayonotda yana mazkur yig'in munosabati bilan Hakan Fidanning Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urushni to'xtatishga qarata o'tkazgan uchrashuvlarda Miamida turayotgan amaldorlar bilan fikr almashtirganligini uqtirgan. Taxminan 2 yildan beri davomlashayotgan Isroiliyaning irqiy qirg'inchilik xarakterlik G'azza urushi yomon sifatlik vayronchilik, to'p holatda kuchish va cho'nqurlashayotgan insonparvarlik krizisi bilan xarakterlanmoqda. Hürmetli görürmenler, bugünkü xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizlarga rahmat. Ertadagi programmada ko'rishguncha aman bo'lg'aysizlar. Allohga omonat.